Karta bo'yicha administratsiyaga uchrashasiz, nevrologik uzilishlar, o'zimizda muolajalar yozilgan. Tushuntiradi yana. Qanday qilib olish tartibingiz, bu bo'ladigan lichinalaringiz bo'yicha bu yog'i klinikamizda qilinadi. Mana buni ertalab surtasiz, buni kechqurunga surtasiz kundan. Bunisini 3 kun kechqurun yozganmi? Ha, yozilgan. 3 kun kapelnitsa olasiz, buni kechga ichasiz. Mana bular hammasi hozir to'xtatuvchi. Hozir bitta ikkita ko'payapti dedingiz-ku. Mana shular to'xtatuvchi. Lekin to'xtashi uchun Konfutsiyning bir gapi bor. Birinchisi, bemor bo'lsang, taomingni o'zgartir degan. Ya'ni siz parhezga amal qilishingiz kerak. Tuzalmasang, yashash tarzingni o'zgartir degan. Ya'ni kun davomida biza agar asab qiladigan bo'lsak, kech uxlaydigan bo'lsak, kech uxlaymiz, vaqtida ovqat yemaydigan bo'lsak, bizda rejimimiz bo'lmasa va bu narsa doimiy takrorlanib tursa, demak bizning yashash tarzimiz noto'g'ri bo'ladi. Bu narsa borib bizni kasal qiladi. Shunda ham tuzalmasang, keyin tabibga bor, vrachga bor deganda, ya'ni birinchi taomni o'zgartirasiz, keyin yashash tarzingizni to'g'rilaysiz. Bundan keyin mana bu lichinalarimiz sizga yordam berishni boshlaydi nasibsiz. O'yna aytdimki, norma. Kimning kayfiyati kun davomida normadan yuqori bo'lishi mumkin yoki normadan pastda bo'lishi mumkin. Ko'proq tushkun kayfiyatda yurishi mumkin kun davomida. Ko'proq yaxshi kayfiyatda yurishi mumkin. Ana shu yaxshi kayfiyatda yuradiganlar hammasi tuzalyapti. Qo'rquv, vahima, endi nima qilaman, ko'payib ketsa nima qilaman, ko'chaga chiqa olmayman deb har xil bo'mag'ir fikrlar bilan o'zini zaynat qilib kunini tushkunlikda o'tkazayotganlar birontasi tuzalmayapti. Noumid bo'lganlar, tushkun kayfiyatda yuradiganlar tuzalmayapti. Uchun siz ham mana bu tomonda bo'lsangiz, tezroq qarab o'tib olishingiz kerak. Undan keyin natija bo'ladi.